G'iybat vaba kesildimi yaman. Barliq dinlarda g'iybatxo'rlik eng og'ir gunohlarning biri bo'lib sanıldı. Söhbetlashayotgan odamlar o'zlarining yinida yo'q shaxs to'g'riliq dalilsiz aniq bo'lmagan axborotni aytsa yoki taratsa, shu orqali insonning obro'yiga, vijdoniga, qadr-qimmatiga salbiy ta'sir yetkazilsa, u g'iybatga yotadi. Bo'libmi ijtimoiy to'rlarning paydo bo'lishi bilan bu kasalmi epidemiyaga aylandi. G'iybatmi ko'paydi va tez taraladigan bo'ldi. G'iybatxo'rlikning orqasida qanchilgan oilalar vayron bo'ldi. Do'stlar orasidagi munosabatlar buzildi va hokazolar. G'iybatxo'rlik millatning o'mligiga va taraqqiyotiga salbiy ta'sir yetkaziladigan illatlarning biri. Ig'izdan ig'izga hech qanday dalili bo'lmagan so'zni birinchi ig'izdan angldim deb turib tarqitishning tubida hasadxo'rlik yotadi. Bu yerda hasadxo'rlar kimlar to'g'riliq g'iybat qildi degan savol tug'ildi. Asosan o'z sohasida muvaffaqiyatga erishgan, ko'zga ko'ringan, g'olib chiqqan, biyib ketgan atoqli shaxslar g'iybatxo'rlikning obyekti bo'lib qoladi. Shundaqla bu og'riq kollektivlar orasida o'vish olgan kasallarning biri. Buning tubida ko'ralmaslik yotadi. Insonlar o'zining g'iybat qilayotganini bayqamay qoldi ekan. Internet to'rida keltirilgan tadqiqot yakunlariga ko'z solsak, ayollar kuniga 50 minut g'iybat qilsa, erlar 76 minut g'iybat qildi ekan. Ayrim insonlar eng oz deganda haftasiga bir qatim kunining 11%ni g'iybat bilan o'tkazgan. Endi shu mavzuga munosabatlik Ayimxon to'g'riliq hikoyamni aytib o'tay. Ayimxonning jut ichida obro'yi yuqori bo'lib, yeza aholisi uni bek hurmatlaydi. O'zimi qadr-qimmati kelishgan, chiroyli, xushxo'y inson bo'lib, hayotda umid va ishonch bilan umr suradi. Uning yaxshi xislatlari ko'p edi. Haqiqatchi, mehribon, dilkash va sehiy bo'lib, qo'lidan kelgan yordamini hech kimdan ayamadi. Tonish bilishlariga, yaqinlariga har qachon o'zining maslahatini berib yuradi. Hurmatlikdan ilishqi chiqcha, yezidagi do'konda ishlagashga, jut ichida bo'layotgan barliq yangiliklardan xabardor bo'lib turadi. Hamma odamlarga ko'z qarashi birdek bo'lib, turmushi nachar yeza turg'unlariga yemak-ichmakni qarzga berib, xalqning hojatidan chiqadi. Haqiqatni o'ziga aytqashqa ayrimlarga bu qilig'i yoqmadi. Islom dinida tarozi haqqi yomon degan asl so'zni unutmadi va shuningga qat'iy amal qiladi. Yo'ldoshi Anvar alamdan bemahal o'tgan bo'lsa-mu, 2 o'g'il va bir qizni adab axloqliq elga ulgi bo'ldigandek o'ziga o'xshash mehnatkash qilib tarbiyalab qatorga qo'shdi. Yo'ldoshi Anvarning baqiylik bo'lganiga ko'p yillar bo'lsa-mu, Ayimxonning axloqiy to'g'riliq jut ichida salbiy fikrlar bo'lgani yo'q. Turmushga chiqish taklifi bilan talay elchilar kelsa-mu, unmadi. Bolalarimi onasini yerga qaratmadi. Farzandlari maxsus o'qish o'rinlarini tamomladi va o'g'illari tijorat yo'lini tablab, oldingi qatorliq tijoratchilardan bo'lib yetildi. Yeza turg'unlarini ish bilan ta'minladi. Xayrxohlik ishlari bilan mo ko'rindi. Ko'p bolaliq, turmushi nachar oilaga yordam berish, bolalarga sport bilan mashg'ullanish, yo'llarni yasash o'xshash saxovatlik ishlarni elib bordi. Bu yigitlar kamtarlik, salobatlik va oddiylik xislatlari bilan texmo sumbatliq bo'lib ko'rinadi. Yomg'ir bilan yer ko'krar, emgak bilan er ko'krar degandek, elning dugasini elib, ishlari texmo ro'noq topdi. Jutning suyumlik farzandlariga aylandi. Bolalarning bu saxovatlik ishlari onasining obro'yini texim ko'tardi. Ayimxon o'g'illari bilan faxrlanadi. Ayimxonning o'g'illari umri hojilikmi avatdi. Onasi 5 vaqtlik namozini tashlamadi. Ko'pchilik yezidagi xonim qizlar kengishini boshqarib berishini so'radi. Onasining mijozini yaxshi bilgan o'g'illari "Damiling, biz uchun ajringizni ko'p to'kdingiz. Bizga sizning amalingiz kerak" deb unmadi. "Ana, biz sizni endi cho'ng haj safariga avatayli" dedi. Ayimxon rad qildi. "Rahmat bolalarim. Men bir qatim berib keldim. Shu menga yetadi. Islom dinining
oxirgi bir farzini o'tadim. Shu pulni turmushi nachar qarindoshlarga, qo'shnilarga va millatning kelajagi uchun ishlayotganlarga beringlar. Men vafot bo'lgandan keyin hojilik qilamiz degan ahmoqlik ishlarni qilib yurmanglar. Hojilikqa o'z oyig'i bilan boradi. Shu qabul qilindi va bir qatim borganmu yetarlik. Kimning jannatga kirib, kimning kirmaydiganligini bir Alloh biladi. Millating xorliqda bo'lmasa, tan salomatliging yaxshi bo'lib, ko'ngling xotirjam bo'lsa, bolalaring durust yo'lda bo'lsa, hech kimga xor bo'lmasang, o'z diningni o'zing ko'tarib, chiroyli qirsang, mana shu jannat. Adil ham haqiqatchi bo'linglar. Takabburlik qilmanglar. Birining rizqini yemanglar. Qo'linglardan kelgicha muhtojlarga yaxshilik qilinglar. Bu dunyoda himmatlik ishlar yetarlik. Bilib qo'yinglar, 3 narsa baqiy emas. Ular mansab, omad, mulk. Shuni esda tutinglar, deb so'zni oyoqlashtirdi. Ayimxon bir aytadi, aytqinni qaytilmatdi. Balları buni yaxshi biladi. Shuning uchun balları cho'ng haj safari to'g'riliq boshqa so'z qo'zg'amadi. Albatta Ayimxon namozlarida baqiy dunyoda jannatdan o'rin so'ratdi. 5 vaqt namoz o'qisimu Uyg'urning san'atini so'yatdi. Naqshi aytadi va usul o'ynatdi. Kitob va gazet jurnallarni doim o'qatdi. Boshqa ayollarga zot o'xshamatdi. Shuning uchun u har qachon yosh ko'rinadi va yuzidan nur yig'ib turadi. Ayimxon ayollar chiyig'i kelolmay qolsa, bosh qo'shning ma'nosini bo'lmadi. Albatta, ayollar chiyida ko'proq so'zni Ayimxon qiladi va ko'pchilik uni og'ziga qaradi. Bundaq qarsangiz, Ayimxondek esil inson yo'q edi. Ammo uning mijozida birli salbiy xislati bor edi. Biroq uni o'z bayqamadi. Kunlarning birida Ayimxon uxlab yetib tush ko'rdi. U vafot bo'lib, ruhi ko'tarildi. O'zi yotgan teniga qaratqidek. O'tmishdagi amallarining ko'pi salbiy sifat bo'lib chiqdi. Uning teni shirkinib ketdi. Hajava shuncha insonlarga yaxshilik qilib 5 vaqt namoz o'tidim. Umra hojilik qilmadim. Bu nima bo'lg'ini? Deb afsuslandi. Ko'p o'ylanmay salbiy amallarni sevatning ostiga selib, ijobiylarni ustiga yepib, farishtaning oldiga beribdi. Farishta Ayimxonning sevatini ko'rib, marhamat deb jannatning eshigini ochibdi. Jannatga kiribdi. Biroq ko'ngli to'lmabdi. Mening qanday gunohlarim bor degan savol qiynatdi. Men so'rab boqay. Meningdan nima xatolar o'tdikin deb qayta yenib chiqib, farishtadan so'rabdi. Farishta, sizning yaxshilik qilgan amallaringiz intayin ko'p ekan. Bu oliyjanob ishlaringiz uchun sizga jannatning eshigi ochildi. Bo'lmasa sizning o'rningiz do'zaxda edi. Salbiy illatning eng cho'ngi g'iybat. Sababi insonlar ig'izdan g'iybat chiqayotganligini bilmay hayot kechirdigan. Ko'pchiligi u dunyoga berib do'zaxga kirganda birla bildigan. Sizning yana bir ig'ir gunohingiz siz kechirib yetishni bilmaydi ekansiz, deb so'zini to'xtatibdi. Ayimxon yana bir savolim bor debdi. Farishta, ayting degandan keyin, hozir kechirib etsam bo'lamdi degan savolni qo'yibdi. Farishta, kechirimnimi va roziliknimi hayot vaqtida oldi. Dunyodan o'tgandan keyin u qabul qilinmaydi, deb so'zni oyoqlashtirishi bilanla Ayimxon cho'chib uxinib ketdi. Qarsi tush ekan. Voy Allohga shukri, men o'lmabdimi? Men tirik, ko'radigan kunim bor ekan, deb shukrchilik qilibdi. Ham bu menga u yoqdan kelayotgan bir belgi deb farz qilibdi. Beshi og'rib, yurak so'qishi ishtiklab, chiliq-chiliq terga tushibdi. O'rnidan aron turib, tartin elib namozni o'tab, so'g'isini qo'ltiq qisib, sinfdosh do'stining uyiga qarab mangdi. Bir mahalda cho'ng bo'lgan do'sti bilan munosabatning buzilg'ini xeyli bo'pti. Buning g'iybat ayblik bo'pti. U kechirim so'rgan bo'lsa-mu, do'sti uni kechirmagan ekan. Shu xiyollar bilan u do'stining uyiga qanday yetib kelganligini sezmay qoldi. Sinfdosh do'sti iliq salomlashib, uni xush chiroy qarshi oldi. Ayimxon undan kechirim so'rab, o'zining xatolik o'tganligini aytib, ko'z yosh qildi. Do'stlar bir-birini bag'riga besib, o'pkidab shig'ilishdi. Ayimxon bundan keyin do'stlik aloqasini uzilmaydiganligini aytib, bir chinni cheyini ichib, uyiga qaytdi. Bir kun o'tib, ayollar chey bo'ldi. Ayimxon bu chayda tep-tishib, boshqalarning so'zini bo'lmay o'tirdi. Mijoz xulqidagi bu o'zgarishlar hammani hayron qoldirdi. Ayollarning, Ayimxonda, sizning tan salomatligingiz yaxshimi? Bugun sizning kayfiyatingiz yo'qdek ko'rindi-ku, degan savollarga
Күліп қойып, бұныңдан кейін мен сіләні көпірек тыңшай. Маңа анчы көңіл бөліп кетмеңла, еріп қалған оқшайме, деп жауап берді. Шуңа чайладымы, у өзіне шындақ салмақлық тұтып жүрді. Мабада аялла ғивет қылып қалса, уланың сөзіні бөліп, bu иғыр гуна, байқап сөзләңла, деп достарының ağzığı tuvaq болды. Кейінки чайлада нақша сазға көпірек көңіл бөлініп, gap сөз аз болдыған болды. U çay әхліге еңі шыққан кітапларны тоныштырдыған, ана тылымызда нәшір қылыныватқан гезит журналларды бесілған мәзмұнлық мақалалар хақыдымы сөзлейдіған болды. Шындақла, жәмиетімізді болуатқан еңіліқлар хақыдымы ейтілдіған болды. Bu ilgərki məzmunsuz ғивət qıldığan ayallarının səviyyəsigimi təsir qıldı. Adamның söylətigi qarma, mehnetigi qara degəndək Ayımxanның şərəplik işləri köpəydi. Bu işlarning hamsi öz millatiga bo'lgan söygüning, muhabbetning ko'rinishi edi. So'zimizning oxirida xalqi uchun tinimsiz ishlayotgan insonlarning moddiy, ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash qo'limizdan kelmasa, eng bo'lmaganda ular to'g'riliq salbiy o'ydirma, g'iyvat shikoyatni qilmasak, nur ustiga nur bo'ladi. Chunki g'iyvat vabo kesildimi yomon. Maqolamni Yusufjon Ablimit Ko'ktekinning Birlik yo'q yerda Yaşıgıcı xalqning qadr-qimmati qachonli qarsang agir daraxtga o'xshash pukilib turdi degan esil so'zlar bilan oyoqlashtirmoqchiman. Ma'lumotlar Aziya bugun gazetidan ilingan. Avtori Abdukerim Abdumanap o'g'li Emarov, nevropatolog, psixolog. Matnni o'qigan Yuldasheva Gulfira Rozaxon qizi. Aziya bugun gazetigimi yezilib, muxbir bo'lishni unutmayli.